Video muqovasida aytilgan so'z yolg'on emas. Haqiqatan ham maktabda sizga tushuntirilgandan soddaroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Haligi maktabdagi trigonometriyani unutib yuboring. Biz uni qiziqarliroq qilishga harakat qilamiz. Oldin mavzuni gradusdan boshlaymiz. Gradus o'zi nima degani? Gradus nimaligini tushunishingiz uchun haligi harorat gradusi emas, burchak gradusi. Oldin o'lchov nima va boshqa o'lchov birliklari qayerdan kelib chiqqanligini o'rganishimiz kerak. Boshidan metrdan boshlaymiz. Buyuk Fransuz revolyutsiyasi davrida revolyutsionerlar butun dunyoda savdo sotiqni, oldi-berdini rivojlantirish uchun bitta standart uzunlik kirgizishga qaror qilishadi. Aynan mana shu uchun metr tushunchasi kirgiziladi. Metr o'lchovini topish uchun Shimoliy qutbdan ekvatorgacha aynan Parij shahrini kesib o'tgan liniyani olib 10 million bo'lakka bo'lishadi va o'sha 10 million bo'lakdan bittasini metr deyishadi. Kilogramchi. Bitta kub olishadi. Uning har tarafi 10 santimetrdan yoki 1 detsimetr bo'ladi. Ya'ni kubning hajmi 1 detsimetr kub. Ko'pchilik litrni ko'proq og'irlikka, vaznga bog'lashadi. Aslida bu noto'g'ri. Litr ko'proq kattalikka bog'liq. Ya'ni litr bu aslida hajm. Mana shu taraflari 10 santimetrdan bo'lgan bitta akvariumni olsangiz, uni ichini to'ldirib benzin to'ldirsangiz 1 litr benzin bo'ladi. Albatta turli xil moddalarning 1 litri qaysi biridir og'irroq, qaysi biridir yengilroq bo'ladi va albatta haroratga qarab uning vazni o'zgaradi. Chunki u turli xil hajmni egallaydi. Kilogram standartini chiqarish uchun 1 detsimetr kublik akvarium olinadi va uning ichini suv bilan to'ldirishadi. Hamda issiq sovuq qilib, uning haroratini 4 gradus Selsigacha olib kelishadi. Aynan 4 gradus Selsiyda suvning zichligi maksimal bo'ladi. Chunki 4 gradusdan yana harorat pasayishni boshlasa, u kengayishni boshlaydi. Shunda 1 detsimetr kublik akvariumning ichidagi 4 gradus haroratdagi 1 litr suvni o'lchab olib, mana shuni 1 kilogram deb qabul qilishadi. Shunda siz savol berishingiz mumkin. Hay odamning puli ko'paysa, kekir bor ekan-ey. Har zaman deb qo'yapti. Metr deding, kilogram deding, gradus qanday gradus? Po'macho biznes qilsangiz ham, traktorchi bo'lsangiz ham, sizga ham trigonometriya kerak bo'lishi mumkin. O'sha uchun gradusga o'tamiz. Gradus lotin tilida daraja degani. Lekin aynan qaysi daraja ekanligini aytib ketish kerak. Selsiy gradusi bu harorat. Shunchaki gradus esa burchakni anglatadi. Demak, gradus qanday o'lchanadi? Uzunlik o'lchanganda siz tayyor metrni xarid qilasiz va unda santimetrlar, millimetrlar yoziladi va siz ularni solishtirib nimanidir o'lchaysiz. Og'irlik esa boshqa og'irlikka qarab solishtirib vazn aytiladi. 360 birdan 10 gacha bo'lgan sonlarning hammasiga qoldiqsiz bo'linadi. 7 sondan tashqari. 100 graduslik tizimda esa, masalan, doirani teng 3 bo'lakka, 6 yoki 8 bo'lakka bo'lsam, kelib chiqqan sonlarni qarang. Bu sonlar bilan ishlash nihoyatda noqulay. Aynan mana shu uchun 360lik qadimgi 360lik gradus tizimi haligacha ham qolib ketgan. Aynan 60lik sanoq tizimi bo'lgani uchun 360 gradusga bo'lingan. Undan keyin yil kunlarni 360 bo'lakka bo'lishi kelib chiqqan. Trigonometriya o'zi uchburchaklar fiqhi degani. Lekin nimaga asosan to'g'ri burchakli uchburchak ishlatiladi? Buning ikki xil sabab bor. Tarixiy va matematik. Tarixiy sababi oldin qadimgi Hindistonda, keyinchalik esa qadimgi Yunonistonda faylosuflar, olimlar to'g'ri burchakli uchburchakni ilohiy deb bilishgan, mukammal deb bilishgan. Chunki uning burchaklaridan bittasi to'g'ri. Matematik sababi esa azaldan arxitekturada, yo'l qurishda, bino qurishda, irrigatsiyada va hozirgi zamonda ham muhandislikda asosan to'g'ri burchakli uchburchak ishlatiladi. Sinus o'zi nima degani? Bu savolga ikki xil javob bersa bo'ladi. Tarixiy va matematik. Tarixiy javobni mana bunday tasavvur qilsa bo'ladi. Yuqori ehtimollik bilan Hindistondagi ibodatxona ichida bir ruhoniy to'g'ri burchakli uchburchaklarni o'rganib o'tiradi. Charchagandan keyin kechasi uxlaydi va kechasi bilan ibodatxonaning derazalari tagida tarbiyasiz shahzodalar o'zining Ferrari va Lamborghinisida g'azillatib mashinani naridan beriga qarab haydaydi. Bir-biri bilan poyga qo'yadi. Ruhoniy kechasi bilan uxlamaydi va ertalab turganda kallasiga mana bunday bir g'oya tepadi. Kel deydi, men shu uchburchakni davom ettiray deydi.
hamda har bir tarafiga ism berib chiqiladi. Mana bu bitta uchburchak, uning asosi A1, balandligi H1 va eng uzun tarafiga C1 degan ism beriladi. Keyingi uchburchak kengaytirilib, bu tarafi A2, balandligi H2 va eng uzun tarafiga C2 hamda shu zaylda A3, H3 hamda C3 degan ism beriladi. Ilm-fan va muhandislikda bitta qoida bor. Agar nimagadir ism berilmasa, u mavjud emas. Shunda ruhoniyning yana boshi og'riydi va u yana bitta ish qiladi. U har uchala uchburchakning balandliklarini olib, eng uzun taraflarning uzunligiga bo'lib chiqadi. Va shunda daholarcha xulosaga keladi. Ular hammasi teng ekan. Burchakning qarshisida turgan tarafini uzunroq tarafiga bo'lib chiqaversa, bir xil son chiqaverar ekan. Shunda ilm-fanda yana bitta tushuncha bor. Enkapsulatsiya, ya'ni bir necha harakatga bitta nom beriladi. Burchakning qarshisida turgan to'g'ri burchakli uchburchakda burchakning qarshisida turgan tarafini uzunroq tarafiga qayta bo'laversangiz, oxiri joningizga tegib qoladi. Shunda buning har biriga siz bitta ism berasiz va tarixiy sabablarga ko'ra mana shu nisbatga, ya'ni burchakning qarshisida turgan kichikroq tarafining uzunroq tarafiga nisbatiga sinus degan ism beriladi. Aytib o'tganimdek, ilm-fanda biror narsaga ism berilmasa, u mavjud emas. Mana bu burchakka endi ism berish kerak. Kelinglar bunga olma degan ism beraylik. Ruhoniy qorni och bo'lgani uchun olmani tishlab qo'yadi. Bunga olma degan ism berishga 100% haqqimiz bor. Bu ilmiy jihatdan to'g'ri. Sizga maktabda alfa, beta, gamma umuman farqi yo'q, nima deyish. Biz olma degan ism berdik va biz 100% haqlimiz. Shunda mana bu sinus olma burchagining sinusi bo'ladi. Sinus olma o'sha olma ismli burchakning qarshisidagi taraflarning uchburchakning uzunroq taraflarga nisbatiga deyiladi. Mana endi yana ikkita termin qo'shaman, xafa bo'lmaysizlar. Mana bu tikka, tekis turgan taraflarga katet deyiladi. Qadimgi yunon tilida tekis degani. Mana bu qiyshiq va uzunroq tarafiga gipotenuza deyiladi. Haligi maktabda ming'ilayverib miyangizni yeyvergan sinus degani o'zi mana shu. Olma ismli burchakning sinusi qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbatiga teng. Endi tushundingiz degan umiddaman. Va albatta sinus yolg'iz emas. Sinusning sherigi bor. Kosinus. Unda kosinus nima? Mana endi biz qarshisiga qarab turganda emas, yopishib turganiga e'tibor qaratamiz. Shunda har marta olma ismli burchakka yopishib turgan tarafni uning uzunroq tarafiga bo'lib chiqqan paytda kosinus kelib chiqadi. Mana endi rasmiy ta'rifga o'tamiz. Bu tekis tarafini ham katet deydi. Biror bir burchakning, ya'ni bizning holatda olma burchagining kosinusi yopishgan katetning gipotenuzaga nisbatiga teng. O'zi sinus va kosinusning o'ylab topilganining asl sababi mana shu. Bu aslida nisbat bitta tarafini ikkinchi tarafiga bo'lganda qaysidir burchagi kelib chiqadi. Mana endi mavzuda intuitiv hissiyotini hosil qilish uchun turli xil real uchburchaklarni ko'rib chiqamiz. Eng mashhur burchakdan boshlaymiz. Nimaga sinus 30 gradusda 1/2 ga teng? Bitta teng tomonli uchburchakni olamiz. Har tarafining uzunligi 2 ga teng. O'rtasidan 2 ga bo'lamiz. Natijada mana bu tarafining uzunligi 1 ga teng bo'ladi. Farqi yo'q, santimetr, metrga. Hamda geometriyadan biz bilamiz. Teng tomonli uchburchakni olganda uning olma, yulduz va smaylik burchaklari mavjud. Va ularni bir-biriga qo'shganda burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Mana endi taraflari teng bo'ldiki, ichki burchaklari ham teng bo'ladi. Ya'ni 180 ni teng 3 ga taqsimlasa 60 gradus bo'ladi. Mana endi e'tibor qilsangiz, mana bu tarafini biz teng 2 ga bo'ldik. Demak, mana bu burchakning yarmisi 30 gradus bo'ladi. Shunda sinus tarafiga qaytamiz. Smaylik burchagining sinusi qarshisidagi katetning, ya'ni 1 gipotenuzaga nisbatiga teng. Esingizda bo'lsa, qarshisidagi katetning, bizning holatda qarshisidagi katet 1 ga teng, gipotenuzaga, ya'ni uzunroq tarafining nisbatiga teng. Mana shunday qilib sinus 30 gradusda 1/2 ga teng ekanligini isbotladik. 60 gradusda esa mana bu yerda ko'rib turganingizdek bizda tayyor 60 gradus bor. Uning qarshisidagi
tarafning uzunligini bilmaymiz. Sinus tarafi bo'yicha qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati tushuniladi. Gipotenuzaning 2 ekanligini bilamiz. Mana bu uzunlikni topish uchun esa trigonometriyadagi nihoyatda zaruriy qonun Pifagor teoremasiga ozgina vaqt ajratamiz. Pifagor teoremasi ham aslida qadimgi Hindistonda kashf qilingan. Mukammal to'g'ri burchakli uchburchakni olaylik va uning taraflarida kvadratlar qo'shib qo'yaylik. Agar bu kvadrat bo'lsa, uning hamma tomonlari teng bo'ladi. Va eng qizig'i shundaki, mana bu ikkalasining yuzasini, kvadraturasini bir-biriga qo'shsak, mana bunisinikiga teng bo'ladi. Ya'ni buni kvadraturasini olsak, kvadraturasi qanday topiladi? Ikki tarafi bir-biriga ko'paytiriladi. Ya'ni c ni c ga ko'paytirsak, c kvadrat bo'ladi. Bu yerda a ning kvadrati qo'shilgan b ning kvadratiga. Bularning tengligini isbotlash esa sal uzoqroq, murakkabroq jarayon bo'ladi. Uni qoldirib ketamiz. Mana endi biz mana bu tarafni topadigan kuchimiz bor. Shunda 2 ning kvadrati teng bo'ladi 1 ning kvadrati qo'shilgan buning kvadratiga. Kelib chiqqan tenglamani ishlasak, uning ildizosi 3 ga teng ekanligini tushunamiz. Shunda sinus 60 gradusda qarshisidagi katetning, ya'ni ildizosida 3 ning gipotenuzaga, ya'ni 2 ga nisbatiga teng. Mana endi xuddi shu burchaklarning kosinuslarini o'rganib chiqamiz. Kelinglar birin-ketin trigonometriyada ishlatiladigan eng mashhur burchaklarni ko'rib chiqaylik. Eng trenddagi qichuv burchaklar. Gradusning kosinusini topish uchun kosinus tarafiga qaytamiz. Yopishib turgan tarafni, ya'ni yopishgan katetni uchburchakning uzunroq tarafiga, ya'ni gipotenuzasiga bo'lamiz. Yopishgan katet ildizda 3 ga teng, gipotenuza esa 2 ga teng. Mana shunday qilib 30 gradus kosinusning ildizda 3 taqsim 2 ga tengligi topiladi. Endi xuddi shu ishni 60 gradus bilan qilamiz. Yana tarafni eslaymiz. Yopishgan katet bizning holatda 1 ga teng, gipotenuza, ya'ni shu burchakka yopishib turgan gipotenuza 2 ga teng. Mana shunday qilib kosinusning 30 va 60 gradusdagi qiymatini eslab olish mumkin. E'tibor bersangiz, ular bir-biriga teskari. Chunki bu tarafdan sinusni qidirsangiz, aslida bu tarafdan kosinusni qidirib qo'ygan bo'lasiz. Sinus va kosinus 0 gradusda nechiga tengligi qanday topiladi? Sinus bilganimizdek, masalan, sinus alfa burchakning qarshisidagi katet bizning holatda h gipotenuzaga c ga nisbatiga teng. Xo'p, 0 gradus nima degani? Bu yerni nechidir gradus deylik va uni birin-ketin kamaytiraylik. Demak, kamaytiramiz, yana kamaytiramiz va eng oxiriga borganda jicha gradus qoldiramiz. Juda kam gradus qoldiramiz. Va oxiri keltirib 0 ga yopishtiramiz. 0 ga yopishtirgan paytda yoki 0 ga juda ham yaqin kelganda nima bo'ladi? Mana bu tarafi kichrayib uzunligi deyarli 0 ga teng bo'ladi. C va A tenglashib qoladi. 0 ni ixtiyoriy songa bo'lganda nima bo'ladi? 0 bo'ladi. Aynan mana shu uchun sinus 0 gradusda 0 ga teng. Endi xuddi shu fintni kosinus bilan qilamiz. Kosinus tarifi bo'yicha mana bu yopishib turgan tarafi, ya'ni yopishgan katet, mana bu uzunroq tarafi gipotenuzaga bo'linadi. Endi qarang. Burchakni yana kamaytiramiz. Kamaytirib olib kelganda juda ham 0 ga yaqin kelgan paytda, deyarli yopishtirgan paytda nima bo'ladi? Ikkalasi teng bo'ladi. Ya'ni C bilan A tenglashadi. Ikkita teng sonni bir-biriga bo'lsa nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Aynan mana shu uchun kosinus 0 gradusda 1 ga teng. Mana endi 90 gradus bilan shug'ullanaylik. Demak, sinus 90 gradusda nechiga teng? Qaranglar, biz mana bu burchak haqida gapiryapmiz. Alfa burchagi. Alfa burchagining sinusi
qarshisidagi katetning, ya'ni mana buning gipotenuzaga nisbatiga teng. Xo'p, endi qarang. Mana bu burchakni sekin kattalashtiramiz. Sekin tikkalayveramiz. Tikkalayverib olib kelaversa, mana bu tarafi, C tarafi bundoq bu tarafga qarab og'adi va H tarafi bu yoqqa yaqinlashib keladi. Va oxir-oqibat kelganda ular tenglashib qoladi. Ya'ni 90 gradusga tikkalab olib kelgan paytda ikkala tarafi teng bo'lib qoladi. Qarshisidagi katet gipotenuzaga teng bo'ladi. Sinus tarafi bo'yicha qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbatga teng. Qarshisidagi katet va gipotenuza teng bo'lsa, ikkita teng narsani bir-biriga bo'lsa, nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Aynan mana shu uchun sinus 90 gradusda 1 ga teng bo'ladi. Endi xuddi shu fintni kosinus bilan davom ettiramiz. Burchakni ko'tarib 90 ga olib kelayotgan paytda mana bu tarafi e'tibor bersangiz qisqarib keladi. Qisqarib kelib eng oxirida kelganda deyarli 0 ga teng bo'ladi uzunligi. Endi biz kosinus tarafi bo'yicha alfa burchagining kosinusi yopishgan katetni gipotenuzaga bo'lsak, yopishgan katet bizning holatda 0 ga yaqinlashsa, uni gipotenuzaga bo'lsak, 0 ni ixtiyoriy songa bo'lganda javob 0 bo'ladi. Aynan mana shu uchun kosinus 90 gradusda 0 ga teng. Va yana e'tibor bersangiz, kosinus va sinus bu holatda ham bir-biriga teskari. Kelinglar endi 45 gradus masalasi bilan shug'ullanaylik. 45 gradus degani 90 yarmi degani. Ya'ni biz aslida mana bunday turgan ko'ndalang burchakni 2 ga bo'lgan bo'lamiz. 2 ga bo'lgan joyda albatta 2 ga ko'paytirsa bo'ladi. Mana bu uchburchakni olib, buni bukilgan qog'oz deb tasavvur qilsak, bunday qilib ochamiz. Oldin aytib o'tganimizdek, ichki burchaklar yig'indisi 180 ga teng bo'lsa, bu 90, bu 45, demak bu ham 45 bo'ladi. Yon tarafdagi burchaklar teng bo'lsa, taraflari ham teng bo'ladi. Xuddi kvadratga o'xshab taraflari teng bo'ladi. Endi buni ikki tarafiga teng qiymat beraylik. Oson bo'lishi uchun 1 beramiz. Pifagor teoremasi bo'yicha bu haqida oldin gapirib o'tdik. Gipotenuzaning uzunligining kvadrati ikkala tarafining kvadratining yig'indisiga teng. Ya'ni bizning holatda bu ildiz ostida 2 bo'ladi. Sinus 45 gradusda nechiga teng? Mana bu 45 gradusli burchakni tanlaylik. Sinus tarafi bo'yicha qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbatiga teng. Aynan mana shu uchun biz mana bu tarafining uzunligini Pifagor teoremasidan kelib chiqqan gipotenuzaning uzunligiga bo'lamiz. Endi buni ikkala tarafini ildiz osti 2 ga ko'paytiramiz. Suratini ham, mahrajini ham va buning ildiz osti 2 taqsim 2 ga teng ekanligini ko'rsatamiz. Kosinusni qidirsak, undan ham xuddi shu natija kelib chiqadi. Chunki siz qarshidagi katetni gipotenuzaga bo'ldingizmi, yopishgan katetni gipotenuzaga bo'ldingizmi, baribir bir xil javob chiqadi. O'sha uchun bitta shu yerda kosinus va sinus qiymatlari tenglashadi. Sinus 180 gradusda nechiga teng va nimaga? Tasavvur qilaylik, to'g'ri burchak, uch burchakda biz oldingi mashg'ulotlarga o'xshab sekin burchakni ko'taramiz. Ko'targan sari u mana bunday harakat qilib 90 gradusgacha keladi va uni teskari tarafga qarab tushiramiz. Teskari tarafga qarab tushirayotganda u mana bunday bo'lib tushadi. 180 gradus esa doiraning yarmisi. Uni tushirishda davom ettiraversak, u aslida 0 gradusga tushib qoladi. Qarshidagi katet 0 ga teng. Gipotenuzasi nechi bo'lsa ham 0 ni nimaga bo'lishingizdan qat'iy nazar natija 0 bo'ladi. Aynan mana shu uchun sinus 180 gradusda 0 ga teng. Kosinusdachi, kosinus tarafi bo'yicha yopishgan katetning gipotenuzaga nisbatiga teng deylik. Demak, u ko'tarilib, bu yerda 0 ga teng bo'lib, sayohatini davom ettiraversa, oxir-oqibat 0 ga kelgan paytda teskari tarafga aylanib, yana uning gipotenuzasi katetga teng bo'lib qoladi. Aynan mana shu tufayli ikkita teng narsani bir-biriga bo'lsa, natija 1 bo'ladi. O'sha uchun ham kosinus 180 gradusda 1 ga teng bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham bir-birining teskari qiymatiga bog'liq. Mana shunday qilib biz trigonometriyadagi eng mashhur burchaklarni ko'rib chiqdik. Gap shundaki, qolgan burchaklar, tangens va kotangens qiymatlarini bir amallab formulalar orqali mana shu qiymatlardan keltirib chiqarsa bo'ladi. Tasavvur qiling, siz jang maydonidasiz. Yov taxminan mana bu yerda turibdi. Bu yuqoridan qarash. Siz mana bu yerlarda turibsiz. Taxminan shu atroflarda. Ungacha bo'lgan masofani qanday hisoblaydi? Bitta uslubi, qo'lingizga anaqa metrda olib dushmanning oldigacha borasiz. Tavsiya qilinmaydi, bu narsa yaxshilik bilan tugamaydi. Aqlliroq uslubi bor. Lazer bilan tekshirib ko'rish mumkin, u ham tavsiya qilinmaydi. Chunki lazer ko'rinib qoladi osongina. Agar masalan qandaydir bir signallar jo'natib qabul qilsangiz, dushman tarafda qandaydir bir sensorlar bo'lsa, uni payqab qoladi. Bu ham aqlli yechim emas. Bu misolda ishlashning bir necha xil uslub bor. Oldin kosinusdan boshlaymiz. Tasavvur qilaylik, qorong'uda yovning nimasidir yonib turibdi uzoqda. Gulxanmi, uyimi, nimasidir yonib turibdi. Siz qaysidir masofada turibsiz. Demak, qanday qilib ungacha trigonometriya yordamida ungacha bo'lgan masofani topish mumkin? Oldin uning qarshisida tekis turib olasiz va bu mana bunday chiziq bo'ladi. Biz mana shu uzunlikni topishimiz kerak. Keyin shu turgan joyingizdan unga nisbatan 90 gradus ostida bu tarafga harakat qilasiz. Ko'ndalangiga. E'tibor bersangiz, dushman tarafiga yurish bo'lmayapti. Endi
Mana bunday holatda transportirni joylashtirib, dushmanga bu tarafdan qarab qaraysiz va mana bu yerda nechadir gradus ekanligini topasiz. Kelinglar shuni 60 gradus deylik. Misol uchun 60 gradus bo'ldi deylik. Raqamlarni chiroyli qilaylik, hisob-kitob osonlashishi uchun. Aslida ixtiyoriy songa, ixtiyoriy raqamga ishlaydi bu. Tasavvur qilaylik, siz mana bunaqasiga aytaylik 50 metr yurdingiz. Kosinus 60 gradusda, bizning 60 gradusimizda 1 taqsim 2 ga teng. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng ekan, yana bitta tenglama keltirib chiqaramiz shu yerning o'zidan. Kosinus 60 gradus, ya'ni mana bu burchakning kosinusi nimaga teng? Kosinus tarifi nima edi? Yopishgan katetning, ya'ni uchburchakning aynan mana shu burchagiga yopishib turgan tomonini uzunroq tomoniga gipotenuzaga bo'lamiz. Bunga masalan L degan ism beraylik. Demak, yopishgani mana bu bo'lsa, 50 bo'lsa, bo'lingan gipotenuzasi L. Endi qaranglar. Kosinus 60 gradus bunga teng, kosinus 60 gradus bunga teng. Bu deganki, bu ikkalasi ham teng degani. Bu algebraning bazaviy qoidalaridan bittasi. 1 taqsim 2 teng 50 taqsim L. Buni proporsiya uslubida ishlasa, L bu ikkalasi ko'payadi, bunga bo'linadi. Ya'ni 100. Xo'p, biz hozirgi etapda bu masofaning 100 metr ekanligini topdik. Mana endi sinusni ishlatamiz. Sinus 60 gradusda ildizosti uch taqsim 2 ga teng. Xuddi shu uchburchakning o'zida sinus 60 gradusi qarshisidagi katetning gipotenuzaga, ya'ni qarshisida qarab turgan kaltaroq tomonning eng uzun tomoniga bo'linganiga teng. S bo'lingan L deyishimiz mumkin, lekin bilamiz uni 100 metr ekanligini. Yozamiz 100 metr. Mana endi bularning ikkalasini tenglashtiramiz. Ildizosti 3 taqsim 2 va S taqsim 100. Proporsiya uslubida S teng, bu ikkalasi ko'payadi, bunga bo'linadi. 100 ildizosti 3 taqsim 2 yoki S teng 50 ildizosti 3. Ya'ni bu 86,6 metr ekanligini topdik va shunga qarab o'zimizning to'pimizni to'g'rilasak bo'ladi. To'g'ri, bu uzoq jarayon, lekin ilgarida harbiylar bunga o'rgatilgan, bunga mashq qildirilgan. O'sha uchun bular ilgari bu jarayonlarni juda tez bajargan. Hozir ham bu texnikalar o'qitiladi. Endi xuddi shu muammoni katangens yordamida misol uchun ishlaymiz. Aslida farqi yo'q. Xo'p, aynan mana shu uch burchakdan katangens ta'rifini keltirib chiqaramiz. Mana shu burchakka bog'liq. Katangens 60 gradusda bizning burchagimizda yopishgan katetning qarshisidagi katetga nisbatiga teng. Tangens shuning teskarisi. Biz hozircha bilmaymiz buning necha ekanligini. Va shu vaqtning o'zida katangensning 60 gradusiga nechaga teng ekanligini tez chiqarishimiz mumkin. Qanday qilib? Katangensning 60 gradusi ta'rifi bo'yicha kosinusni sinusga nisbatiga teng. Ya'ni kosinus 60 gradus bo'lingan sinus 60 gradusda. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Haligi sehrli jadvalda ko'rganmiz. Sinus esa ildizosti 3 taqsim 2 ga teng. Xo'p, bu nimaga teng bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paytirilgan, buning teskarisi. 1 taqsim ildiz 3. Ya'ni 1 taqsim ildiz 3. Mana endi bularning ikkalasini tenglashtiramiz. 50 taqsim S, bular ikkalasi teng bo'lsa, bular ham teng bo'ladi. 1 taqsim ildizda 3. Buni proporsiyadan chiqarib olamiz. Bu ikkalasi ko'payadi, bunga bo'linadi. 50 ildizda 3. Bu esa shu vaqt o'zida 86,6 metrga teng taxminan. Mana ko'rib turganingizdek, sinus va kosinus yordamida qanday ishlagan bo'lsak, xuddi shunday javob chiqdi. Bu trigonometriya asoslari haqidagi video edi. Uning formati boshqa videolardan ozgina farq qiladi. Lekin muhandislikda trigonometriya nihoyatda zarur. Trigonometriyaga oid yana bitta video olish niyatimiz bor. Buning uchun obuna bo'ling, like bosing, kommentariyalarda ikki og'iz shirin gap yozsangiz bizga ham motivatsiya bo'ladi.